$155 ming dollarga mana shu ko'rib turgan chiroyli paskuli dachamiz sotilyapti. Nima narxidan boshladim? Chunki bu turgan manzilimizda har bir sotuvga 20 ming, 18 ming atrofida yer narxi, quruq yer narxini baholashyapti. Sizlarga 65 mingga mana shu chiroyli dacha yerdan tashqari o'tib ketgan bo'ladi. O'zi mana shu basseynni qurganlar biladi. 15 ming, 20 ming atrofida shu basseynning o'ziga ketadi. Uzunligini ko'rishingiz mumkin. 10 metr eniga bo'lsa 5 metr tashkil qiladi. Filtr, hamma narsalari, sharoitlari tayyor qilingan. Dachamizni obzor qilaman. Umumiy yer maydoni 4,5 sotuvga tushgan tayyor dachamizni birinchi darvozaxonadan boshlaymiz. Qaranglar, darvozaxonamizni ko'rishingiz mumkin. Ikkita avtomobil bemalol sig'adi. O'zini katta mana shunaqa 10 metrli yashil zonasiga ega va darvozaxonadan chap tarafga yuradigan bo'lsak, tapchanlik zonasi, qozon, o'choq. Endi bu yerda gaz yo'q ekan, o'shaning uchun hamma narsa elektriskiy bo'lib turibdi. Shashlik zonalari ham tayyor qilingan. Dachamizni obzor qilamiz. Basseynimiz lekin har qayerdan 10 metrga juda zo'r, alohida o'zini jakuzilari mavjud va chap tarafdan ko'rishingiz mumkin kachelnik zonasi va mana bunaqa kichkina raskladушkalar ham qilib qo'yishgan. O'ng tarafimizda bo'lsa, ya'ni binomizning chap qismida yer to'lamiz bo'ladi. Yer to'lamizda zo'r sharoitlar bor. Uni alohida tushuntiraman. Birinchi bo'lib asosiy binomizni chekramizda obzor qilamiz. Asosiy binomizga kirishimizda ko'rishingiz mumkin, bu yerda prixoshka qilingan, o'ng tarafimizda tayyor garderobniklari bo'ladi va asosiy eshikdan kirganda chap taraf bilan yuradigan bo'lsak, kattagina oshxonamiz o'zini tayyor stroyli mebellari, stol-stullari qilingan va alohida hovliga qaragan panoramli oynalariga ega. Dachamizni yana obzor qilamiz. Ko'rasizlar, gilamlari ham solingan. Bu kattagina mehmonxonamiz, o'zini mebellari tayyor qilingan, divanlari va televizorlari bor. Va orqa hovliga ham hodimiz bor. Orqa hovlimni havo aylanishi va tabiiy yorug'lik tushtirish uchun sharoitlari qilingan. Endi bo'lsa yotoqxonalarimizga to'xtalamiz. Bu yotarafdan bolalar yotoqxonasi ko'rishingiz mumkin. O'zini tayyor 3 ta yotog'i bilan birga hovliga qaragan derazalari mavjud. Bu yotoqxonamizdan chiqqanimizda yon qismida qaranglar, mana xonani namozxona qilib qo'yishdi alohida qilib, lekin bu yerda derazasi yo'q. Shinamgina xona maza qilib atmosferani ko'rishingiz mumkin. Va yon qismidan bizda albatta kattalar yotoqxonasi, ya'ni ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ichida sanuzullari mavjud, radiator, pol sistemlari polni dachamiz bo'ylab qilingan. Dachamizda nima ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi qoladi, nina ham olib chiqib ketilmaydi. Asosiy eshikdan kirdik, oshxona emas, ya'ni undan o'tgandan keyin chap taraf bilan yuradigan bo'lsak, bu yerda ham kichkinagina yo'ligimiz qilingan. Umumiy yuvishxonamiz va hojatxonamiz alohida o'zini sharoitlari bilan bo'ladi va oxirgi xonamiz yana bitta bolalar yotoqxonasi. Bu endi qiz bolalar uchun ajratib qo'yilgan ikkita yotog'i va garderobniklari bilan birga bo'ladi. Endi yerto'laga tushamiz. Ketdik. Dacha bo'lgandan keyin relaksning zonasi qanday o'tgan bo'lsa, hozir hammasi shu yerda jamlangan. Sabr qilib turinglar, men bitta ko'rsataman. Birinchi bo'lib yerto'lamizga tushganda katilnik xonamiz ham shu yerda alohida xonaga ajratilgan, basseyn, farsunkalari ham shu yerda jamlangan bo'ladi. Endi oxir ko'radigan xonamizni ko'rasizlar, juda ham katta xona qilingan, alohida ajratilmagan, devorlari yo'q. Bu yerda bilyard zonamiz, alohida stol tennis qilingan va shaxmat zonamiz ham alohida qilingan. Ko'rasizlar, men juda ham shaxmatni yaxshi ko'raman, lekin ko'p dachalarda buni ko'rmayman. Yana bitta zo'r joyi PlayStation qanday o'tgan bo'lsanglar, mana alohida burchak PlayStation uchun ajratilgan, televizorlari tayyor, PlayStation 4 bor ekan, o'tiradigan zonalari bilan birga bo'ladi. Dachamiz ma'lumotlarini yana eslatib o'taman. Umumiy yer maydoni 4,5 sotuvni tashkil qiladi. O'zi 4,7 sotuv dedilar, lekin dokumentda 4,5 sotuv bo'lib turgan ekan. 4 xona alohida mana shunaqa katta, yana bitta xonasiga ega. Narxini eslatib o'taman, 155 ming bilan baholashyapti. Bu joyga zo'r narx. Albatta bu narxdan yana ham o'tib beraman dedilar. Zo'r narx qilib o'tib beraman dedilar. Ustiga kelib gaplashib bosaveradigan joyi. Sezon boshlandi. Bu joyga bemalol 150-200 dan odam qo'ysanglar bo'ladi sezonda. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joy egalari bilan birga baraka qilsanglar bo'ladi.